Mehri Hayat salonu qadam təşrif qılğan barcha azizlarim, hammalarning mushaqti xayrlik bo'lsin. Kelgan qadamlaringizga marhaba. Bugun barcha azizlarimizning huzuriga Abdurahmon Abdukerim Samandar akamiz yozgan "Yani ko'nglim senili deydi" nomli she'rni olib keldim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Yani ko'nglim senili deydi. Sevginishim candan o'tsin. Tuyg'ularim seni küssüm. Köz aldımdın karan yutsumu. Yani ko'nglim senili deydi. Çölle ara bolsamı g'erib. Sensiz tenha yursamı ezib. Seni saqlab kessamı qerib. Yani ko'nglim senili deydi. Aylab sendin xabar kelmasa. Hidlaringni shamol bermasa. Köygünümni diling sezmasa. Yani ko'nglim senili deydi. Savdoliq u ajoyib ishkan. Sancılsımı sezmestin tiken. İxtiyoring sende emasken. Yani ko'nglim senili deydi. Mayli kelma men yolg'iz qolib. Bar alamni o'zimni tortay. Bir sen uchun yurakni yaray. Yani ko'nglim senili deydi. Sana atab yurdim barimni. Ching-chingitib ishq tarimni. Kelidu deb navbaharimni. Yani ko'nglim senili deydi. Sana atab yurdim barimni. Ching-chingitib ishq tarimni. Kelidu deb navbaharimni. Yani ko'nglim senili deydi. Rahmat. Abduri Abdurahmon Abdukerim Samandar mikrofon oldida Mehri Hayat. Bugungi riyosatchining kiyimini Lahim kiyimchilik ta'minladi ya. Lahim kiyimchilikka rahmatimni bildiraman va yana mazmunimizni davomli yoqtirib kelayotgan barcha azizlarimni bek yaxshi ko'raman. Mazmunimni yoqtirgan bo'lsangiz, tövəndəki saykan deyə xatni bisib do'stlaringizga avatib qo'ying. Bugungi mazmunni ko'nglingizga odamga avatishni hargiz unutmang. Xayr xo'sh, atki mazmunlarimizni ko'rishaylik. Mehri Hayat saloni kunda sizga hamroh.